Zavodskoy gazli samosval qidirib yurgan akalarimiz uchun mana ideal sosteniyada Zavodskoy gazli samosval chiqib qoldi. Ma'lumotlarni beraman, to'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Demak, texnikamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, atigi 132 ming probekda turibdi. Asli Tiagas bo'lgan, lekin samosval bilan bir qilib qayta jihoz qilingan. Ko'ringlar, mana bortlarni ham juda ham chiroyli, tinig'ini qo'yilgan. Balonlari hammasi 90% dan ham yuqori holatda, akkumulyatorlari yangi, motor, korobka, moslar umuman ochilmagan. Umumiy qilib aytganimizda texnikaga hech qanday xarajatning hojati yo'q. Kabinalarni ko'ringlar, mana radnoy holatda turibdi, umuman DTP bo'lmagan. Oldiga esa 385 ga 65 shiroki balon taqilgan. Olasiz, u srazi ishga bosib oladigan joyi, lekin ichiga chiqsangiz salondan yangi chiqqan texnikaga chiqqandek bo'lasiz. Ko'ring, mana akkuratniy holatda turibdi. Umuman o'zgartirish ham kiritilmagan, qirilmagan ham. Salondan qanday chiqqan bo'lsa shundayligicha turibdi. Kabinani oldini ko'ringlar, mana pechat, hech qayeri yechilmagan ham, DTP ham bo'lmagan, aytib o'tganimizdek, zavod holatida turibdi. Bu texnikamiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida turibdi. Hujjatlarida ham hech qanday kamchilik yo'q. Egalarining o'zlari firmasini nomida ekan. 2 soatda hamma hujjat hal qilib beraman deyishdi. Narxini 56 ming dollar so'rashyapti. O'zlari ancha balandga olishgan ekan. Endi hozir zarur bo'lmayapti. Bekor turibdi texnika. Sotib olaylik deyishgan edi. Shuning uchun sizlar uchun mana e'longa joyladik. Xudo xolasa naqd pul bilan borsalaring yana savdolashadigan joyi bor. Bu video roligimizni yaxshi sosteniyada Zavodskoy gazlik samosval qidirib yurgan do'stingizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi texnikalardan xabardor bo'lib turasizlar. Savdolaringni bersin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik qadrdonlar.